makiyaj tutorial olaman и men haqimdagi bilmagan narsalarni sizlarga gapirib beraman. Men 18 yoshman va 15-16 yoshimdan beri shu ishni qilaman. Makiyajdan oldin sepiladigan sprey. 18 yosh bo'lsam ham 900 ga yaqin o'quvchilarim bor va ularni hammasiga o'zim hunarimni o'rgatganman. Yuz namlantiruvchi koreyskiy krem. 18 yosh bo'lsam ham bilimim uchun $4000 pul ishlata olganman. Eng ko'p so'raladigan narsa, ya'ni qoshimni qanaqa qilib kun bo'yi shuni qistirib berishi. Bu Golden Rose fiksatori, xuddi shu fiksator bilan qoshim 12-13 soat. Oldin qoshimizni tarab olamiz. Men 18 yoshman, lekin bu degani hali ham uyimdagilardan so'rab ish qilishim kerak degan emas. Men 18 yoshman, hech narsani bilmaydi degan emas. Chunki 18 yoshda ham juda ko'p narsalarni o'rganib, bilim olsa bo'ladi. Men 18 yoshman, lekin siz 18 ga to'lganman, erga tegishim kerak degan emas. Shaxsan men karyera qilib, o'qib, rivojlanib, erga tegish tarafdorman. Bundan oldin bu suratni ham surgan edim, ko'rsatish esdan chiqibdi. Men 18 yoshman, lekin bu kichkina qiz ekan, men aytganimdek chiqazib bera olmaydi degan emas. Shuni yaxshi ko'rsa, kichkina bo'lsa ham juda ham yaxshi qilib chiqazib bera oladi. Men 18 yoshman, bu degani Instagramga kirish kerak emas degan emas. Men Instagramda 2 yildan beri 150 mingga yaqin obunachi va 1,5 million soatlik mijozdan kelganman. Buni hammasi men bu ishimni yaxshi ko'rganimdan kelib chiqqan. 776, 785. Mana shu ikkalasini lambaga soldim. Mening erkatoyim Muizda. Men 18 yoshman, lekin fikrlarni inobatga olish kerak degan emas. Chunki shaxsan bizning oilada mana har bitta fikrim va xohishlarim inobatga olinadi. Men 18 yoshman, lekin hamma topgan pulimni maktubini oilamga berishim kerak degan emas. Shaxsan bizning oilada men hech pul topolmay nimaga ishlatyapman, opam va onam bunga aralashmaydi. 9 yoshman, menga hamma narsa mumkin degan emas. Mana o'z chegaralarim.